Assalomu alaykum qadrdonlarim. O'zbekiston tumani Beshkapa Nafiyaga keldik. Yordam berib ikki o'g'lim tuzalishiga, o'rtoqlari qatorida sog'ayib yaxshi yursin. Shu insonlarga bir e'tibor beringda. Mana shuncha insonni Alloh taolo bir joyga jamlab qo'ydi. Sabab nima? Nima uchun bu insonlar bu yerga keldi desangiz, siz bizdan yordam so'rab turgan bir insonni ko'rsataman. Yaxshi insonlar yetib keldi do'st. Xudo xohlasa do'st, senga kerakli summani yig'amiz. Parkinson kasalligi bilan og'rib, bugungi kunda bilsa o'sha kasallikda insonni qo'li qaltirab turadigan bo'lib qoladi. Bugungi kunda shunga ham holi qolmagan. Mana qo'lini olib qo'ysangiz suradi, baqa olib qo'ysangiz shuni suradi. Sizdan yordam so'rab, sizni oldingizga murojaat bilan chiqdi. Ikkita farzandi bor. Norasidalar. Biz bu insonni farzandlarini bu insonni sizlarga ko'rsatishimizdan maqsad $45,000 pul yig'ishimiz kerak. 20-30 million mahalla-ko'y do'stlar, qadrdonlar yiqqan puli bor. Lekin bu pul bilan biz borishimiz mumkin, lekin davolatgan imkoniyatimiz yetmaydi. Oilada shu bitta boquvchi o'zim edim. Shu Rossiya davlatiga chiqishlab turardim. Hozirgi kunda yaqinda qaytib keldim. Endi shu ukamni olib borib operatsiya qilgani endi jinni qiynalib qoldim. Shunga O'zbekiston xalqidan yordam so'rab chiqyapman. Bir o'zim qayerga bo'larimni bilmay qoldim. Ikkita farzandi bor ukamni. Shu farzandlar uchun yashasin, oldida tursin, ota bo'lib. Allohdan shifo so'rang. Balkim ayrim ihsonlarda ko'ramiz, minglab ihson qilyapti odamlar. Siz ham shu insonni haqqiga ihson qiling. Yordam qiling. Bir birodarimizga kelgan sinovga hammamiz bunga sherikmiz. Bu insonni o'zlariga taalluqli kartalarni qo'yamiz. Kartalari birinchisi Hayit Po'latbo'y chiqadi. Dadalarining nomidagi karta bu. Keyingisi nima chiqadi aka? Husanov Ziyodjon chiqadi. Mana shu kartalar chiqmasa pul tashlamaysiz. Mana shu insonlarning haqqiga ochilgan kartalar bunga ko'ngildan chiqarib ehson qilishingiz mumkin. Men tega mas'ul insonlar nomerini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqasiz, bular lokatsiyasini tashlab beradi. Kelib ko'rib, o'zingiz qo'lingiz bilan o'sha qiladigan ihsoningizni qo'llariga berishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.